Sen beni altında. Hangi yüzümü göstermez? Ben sizi kıdırayım. Ekta! Yapma la! Ben iğir ayak cinim sayın. Bana işiniz ağırsın. Bana uval kımang. Bana tövmet kılın. Hele bu kaçma! Bana uval kımang. Sen bu şirketlerin oğlu beni aldırmadı adamsa? Bana uval kımang. Hey, kefiyatır atsan o! Çıkamam! Çıkar! Çıkar! Ben özürge. Hele böket ayağını bekep gitse değil mi? Çıkamsa! Hırmızı tövmet. Çıkamsa! Çıkar! Bana! Yak. Yak sayın yak. Yak. Geç ayağıma sıçmama! Fıt! Yok be! Sayın. Canım kızım, sizni hiç hakkısı yok deb bozak qıptım. Oşundaqmı uramdı. Qarın, canım kızım. Süleyhan ana, Sait'nin alemi geçidemedim. Onun kuruksuz kuruk töhmetleri, tayakları cinimden ötüp gitti. Ben hiç kadar günah kılmagan tursam, o nimişki beni horlaydı. Nimişki bana kart yaplaydı. Bundak yaşığınımdan ölüp kesem yaxşıydı. Ama azap okubetten kutulattım. Canım kızım, undaq deyme. Hergiz undaq yaman xiyalda bolma. Siz degen hazır iğir ayak. Özünüzni oylamışsınızmı? Hav balını oylan canım kızım. Ayal kişi degen aciz kelir ekenmiz. Ayal haqның beşiğe ne külle kelir eken. Rahmetlik dadam bilen apam bolgan bolsaydı, ben bundaq küllegimi qanmas edim. Dadam bilen apamның yo'qligi hecham bilinib ketdi. Sılabımızı qanaq mı qılattı? Kimlerge yığılab, kimlerge yalvarattım? Men mi sizge qaranmadım canım balam? Halınızdan haber alanmadım. Tuqqançılıqni yetkizermedim canım kızım. Meni keçir etasiz. Menden hergiz xap olmang balam. Yak undaq demisler Süleyhan ana. Elimi silige köp eğircilikimni saldım. Xapılık tasamlı yıllarga kelaman. Ben hazır hemmeni oylab qo'ydim. Sait men bilan baribir o'y tutmaydi. Şuna bu yurtni tashlab yiroq yerlarga ketaymikin deyman. Siz balam. Siz degan ayol kishi tursangiz, yana nalarni tantirib yuraysiz. Sait uydan qo'g'lab etgan bo'lsa, mana mening uyim bor.
Tova, bu kundaki odamlarda insof muqammapti jimo. Xijil bo'lmay xalqning erlarini totib olamiz deb yuradi ekan. Bizni erlarimizni chim tutsak bo'g'dak. Tova, nima degan satchilik bu, a? Emasmi? Ma orzuga deganimi? Yüzü tüven, xel axloqliq cho'kanmikin deb ekanman. Hey, xalqning eri bilan chotiqva deb o'zining eri uydan qo'g'lab chiqiribdi-dak. Shunaqmi? Uni bilan bo'lgan erkak uyga bo'ladi. Ne yomon Kosog'imdagi narsaga jannat quvondim. Sayt nimish qilmag'imdan azgili qilib. Ben yig'rayaptirsam, o nimishqa meni uydan haydab chiqaradi. Mahalladagi bu ayollar nimishqa keynimda sizchak tarqitadi. Ben onlarning oldida nima gunoh qildim? Shunday qilib ayolingni haydab etdim. Ayoling yomon emas ayoldi. Haqning gapi kirib, bunga vol qildim. Uning ustiga ig'riyat davatsa, bola tug'ilsa yetim bo'lib qolmamdi. Mushularni o'ylamadingmi, ha? Neyim boş bulmam da. Ertugün çoğun olganda dadam bati dep izlep tapa. Onun baş katırıp nim kılma adaş. Ey harap uysan amam da olup durduğun balağınız ki ama. Hoca. Gepimga kirib mush yerdan ketmasiniz yaxshi bo'ladi bola. Yoqqa jutlarda yursangiz tas bo'larmikin. Uning ustiga hozir ig'rayib tursangiz, men sizdan ansirab qelyapman, jinim qizi. Ben hamını o'ylab qo'ydim Sulayxon ona. Ben bu yerda turaversam, yana sizlarga ig'irchiligimni sog'dayman. Uning ustiga xalqlarning so'z cho'chaklarimi jinimdan o'tib ketyapti. Zohid degan ishplasmo hamon bir kuni bu yerga bostirib kelib, sizlarni menimi parakanda qilishi mumkin. Şuna xalqlarning ko'zi ko'rmaydigan chiroq yo'lga ketay. Menga bir turmush yo'li tepilib qoladi. Bo'pti bola. Gepimga kirmadingiz. Ma xalqini eli bilan beshingizga kun tushganda setib xarajat qilasiz. Yo'q, amal vaqti o'timiz yiqilishdan burun sudga qaytib kelib, bo'lmasa o'zingizni bolalarni qiynab qo'ysiz jinim qizim. Men qizim. Sulayxon Azizishni unutib qolmang jinim bolam. O'zingizni obdan asrab, xo'sh bo'ling. Sizlarni o'zlarini astirsa Sulayxon cho'ngada qo'yish. Xo'sh bolam, xo'sh. Xo'sh cho'ngada. Hoş canım kızım.
Meni shaharga og'ash kastingiz bo'pti ekan. Chiqing ha. Chiqing. Chiroq o'tir ha. Siz uyda yamanlab chiqarishmabsiz, ha? Biz tanışıp qalaylik. Mening ismim Tatliqjon, ha? Ana. Nima qilsiz? Buni qilmay, yaqinroq o'tir. Keling. Qo'ying. Sta. Xalq qo'ymoqda qizgansiz. Gapimni anglang. Men sizga nima desangiz shuni aytib beraman. Gapimni angla deyman. Yaqinroq keling. Qo'yishma. Men sizni rozi qilaman. Mashina to'xtat. Nima deydi? Mashina to'xtat deyman. Nega borsiz? Gapimni anglang deyman. Bu cho'llikda bizni hech kim ko'rmaydi. To'xtang. To'xtang. Bizni kim ko'radi? Qizchaq, ko'zingizni oching. Qizchaq. Meni nega gapmaqdingiz? Siz nega boradingiz? Urumchiga. Qo'rqmang. Sizni Urumchiga sog'-salomat olib qo'yaman. Xotirjam bo'ling. Mehmet, mehmon qaranglar. Yo'q. Men ish istab kelib edim.
nima ish qila olasiz? Hamma ishni qila olaman. Undaq bo'lsa, uydagi qochqochlarni yuvib beqing, ko'rib boqay. Ma'qul. Mamat, bu qizga yuydigan qochqochlarni ko'rsatib qo'yg'ina. Yoqqa bering. Tez bo'lin. Menga Uyt. Mushu xinim, mushadi yetib qo'yib ishlaysiz. Atigini soat 4 o'rningizdan tursiz. Mening ruxsatimsiz u yoq bu yoq menish bo'lmaydi. Tushungansiz? Anladingizmi deyman? Tushundim. Bu uyni ochqichi. Vaqtida ishga chiqasiz. Vallahi, men sizlarni chiroyli bir shaharga olib beraman. U yerda ko'p pul topsizlar. Anladingmi? Anladim. Hey, navodi yo'lda soqchilar uchrab qilib, tekshirib qolsa, faqat chandurib qo'ymoqlajmi? Ma'qul. Men nima desam, meni og'zim qaranglar, ha? Faqat chandurmoqlajmi? Ma'qul. Ha? Anladingmi? Anladim. Menga qamsa, ha? Ma'qul. Zoytaga. Nima bo'ldi? Men bu qo'q ketyaptimi? To'dim o'pib, ensirib qolammikin. Xotirjam bo'l. Ensirmaydi. Men batasam nimadan ensiraydi? Pul topgan yo'qmi? Bu. Ha, unda qo'ygan bo'ldi-ku. Ha? Mening dilimda qisanglarla chatoq chiqmaydi. Anladingmi? Baq. Voy. Keling, qani ishkir kiring. Ishkir kiring. Mehmonga choy qo'yinglar. Bo'linglar.
Rast gepingizni ayting. Mau qo'sqingizni balani zodi nerdan topdingiz? Ha? Men sizni ishchankan, yuztavankan, axloqliqkan deb bu oshxonada ishlab ketdim. Kelginingizga nech oy bo'la bo'lmayla qo'sqingizni yo'g'antib, pompaytib, men do'st dushmanning oldida nomusga qo'ydingiz. Bo'ldi. Endi men sizni ishlatmayman. Sizni bundaq sharmanchilik qila deb o'ylab baxmabdi ekanman. Mana bu sizning ish haqingiz. Iling. Atidan boshlab ma uyni bekalab, nega yo'qolsangiz yo'qling. Ko'zimga ikkinchilab ko'rinib bo'lma. Ne buldunuz? Yardımım gerek mi? Oy. Siz Arjigul o. Ne buldunuz? Mama yeni bir kıtım yardım kılgan bolsanız. Oyda. Beni doktorxonaga kirib qo'ygan bo'lsangiz. Oyda. Yaxshimisiz? Uy ijaraga olmoqchi edim. Kirib.
Bu arzon, ko'rib beqin. Necha pullarga berasiz? Arzon, 15 qo'yib ber. Cho'ng bormi? Tappa, cho'ng. O, bolam. Qancha yoshlik bolalar keladi? 4 yoshlik bolalar keladi. Elanga. Ha, bo'ladi. Asongiz arzonroq beraman. Necha? Buni bor. İkisini asınız arzonroq beraman. Oho, bolam. Ma'qul. Oho, bolam, shig'lama. Bolam. Mushu bir xillimi? Necha xilidim bor. O'zaro ko'rib beqin. Asınız arzonroq beraman, ha? Buni bolam, shig'lama. yana arzonroq berasiz, ha? Asınız 10 qo'yib beray. Oy, yaxshimisiz? Eshitibsiz? Yaxshi, o'zingiz-chi? Yaxshi. Tijorat qilib yuribsiz-da? Ha. Yaxshi. Voy, balangizmi cho'ng bo'lib qoldi-da? Ismini nima qo'ydingiz? Umidjon. Ha. Yaxshi ismga. Ma'nisi bor ismga. İşlaringiz qandayroq ketyapti-da? Mening yordamim lozimmi-yo? Sizga ko'p rahmat. Helimi ona bola ishimizga ko'p yordam qildingiz. Sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Undaq demang. O'zingizmi ko'p tirishchilik ko'rsatibsiz. Yordam qiladigan ish bo'lsa, menga telefon urasiz. Mana bu mening ism kartochkam. Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, menga telefon urayvering. Qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Kim o? Hajabman ichilib yeyib so'zlashib ketdingiz-a? Arzugul. Av balachi. O Arzugulning o'g'li Umidjon. Sizning bu shaharda tunimaydigan xotinlaringiz yo'q. Nima deganingiz bu?
do'koningizni men ijaraga olay dedim. 1 yillik ijarasini oldin biraqla to'laysizmi? Bo'ladi, biraqla to'lay. Do'kon ancha cho'ng emas, lekin o'rni yaxshi. Ziyon topmaysiz. Juring amsa, berib ko'rib baking. Oppo! Oppo! Oh, bolam. Oh, canım bolam. Omak oğlum, canım bolam. Komşu! Gel. Gel. Ha? Beni dikensizler ha? Teşekkür. Qarni qana? Yo'q. Sadicho? Yo'q. Bugun sen topgan puling aramo'shinchilikmi? Qani qaqni? Qani? Uni Nima chiqib qolsa? Nima chiqib qolsa? bilmay juda qopdi ben. Yana qaysi ushta qilgan bo'lsam, bo'ynimni uzib aytma. Bo'ldimi? Sadicho!
Ümitcan, nimandaq sho'xlik qilasan? Manga sir chiqib birdim o'yinig'ini qo'zam. Mo'qul, manga. Xafa bo'lmanglar, xafa Hech bo'lmang. bola emas bu, hech vaqasi yo'q. To'pim! Bu top sinangmi? Hmm. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Necha yoshga kirdi? 4 yoshga. Ajab omoq bola ekansan. Mening bolamni qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekansan. Men senga bir o'yinchiq beray, ha? Juma? Et bakın. Ben seni götürüp koyayım, ha? Yaxşı qilib nega banglaydi? Men to'pman hali. Men seni otirib olib o'yin tiklaymi? Yo'q. Ha? Yo'q. Berkilla, ha? Ma. Yo'q. Appa! Qirma! Appa! Qaytamsiz? Qaytay. Tamog'ingga bek o'xshabdi. Yana Batman, kelarsiz, ha? Dilxumar, chaynakni akab bering. Ümitcan! Ümitcan! Dilxumar! Ha? Ümitcanni ko'rdingizmi? Yo'q. Voyimishada o'ynayapti. Oy, ne ketganda? Ay, bolam. Bir küçük balık gördünüz mü? Ya, görmedim. Bir küçük balık gördünüz mü? 4 yaşlarında babaları. Yo'q, ko'rmadim. Ümitcan balam. Ben gittim. Ümitcan. Ümitcan.
sonining ko'payishi kalkunning avj elishini, Pokiston va Hindistonning g'arbiy shimoliy qismida ta'sirli yangidan zo'r darajada azab ketishini keltirib chiqargan. Bu dokument 26 avgust Janubiy Afrikadagi Dünya Başkanı yig'ini uchun tayyorlangan. Voy. 1995 Xalmuratmisiz? Men Arzigul. Arzigul? Qaysi Arzigul? Konsul ko'chisida oshxona ochadigan Arzigul. Siz mitdingiz, yaxshimisiz? Menga yordam qilgan bo'lsangiz Xalmurat. Bolam Umidjon yo'qolib ketdi. Men nima qilarimni bilolmay qoldim. Sizni yana avvar qilgan bo'ldim. Siz hozir nerede? Konsul ko'chisining oldida. Siz shu yerda midirmay turib turing. Men hozirla boraman. Ma'qul emsa? Xo'sh. To'xtam. Bu kechda nega borsiz? Siz uxlayvering. Men hozirlik aytib kelaman. Arzigul. Nima ish bo'ldi? Bolam Umidjon. Yig'lamang. Nima ish bo'lganligini menga aniqroq tang. Bolam Umidjon yo'q. U tushdanki to'yqsizla yo'qolib ketdi. Arzigul, ko'nglingizni yerim qilmang. Bola sho'qim tepiladi. Juring. Biz bilib berib izlaylik. Ma'qul.
Arzugul, o'zingizni tegishtirib olmang. Men berib saqchig'maylik qilay. Sizni pek avval qilyapman. Mendan xafa bo'lib qolmang. O'g'limni topolmasam, bu dunyoda yashamayman. Balam. Arzugul, balangiz Umidjonning bir apachi surati bormi? Pul topaman deb yurib, balamni bir apachi suratga tushirib qo'ymoqchi ekanman. Undaq bo'lsa, balangizning biri alohida belgisi bormi? Siz obdara eslatib. Belki buning balangizni tepishga foydasi bo'lib qolar. Dembisida yo'g'on bir top menga bor edi. Siz ko'nglingizni buzmay turib turing. Men berib saqchig'maylik qilay. Qaytib qo'yaymi? Sen tek benim gibimni anlamaysan ha? Ben hazırlısını gep kırgızmadım, koy. Sala ayağını. Koy. Yeter bana. Kim duruyor? Çıkar mısın be? Bilmedi. Tepme. Tepme deyme, tepme. Şimdi tadı kulağını. Bak kulağını kıymet. Bak öyle. Başımın yamanlığı ne? Ben bile erişmek istemez sen, he? Şimdiki. Seni ben kanda kılmaya ki körüp koy, he? Ağzını şum değme. Estağfurullah. Çıkma. Bana mısın? Seni şıktaklı etmediğin bolsam, he? Sadak bırak. Eğer gibini anlamadığın bolsan, boynunu yüzü yutma cuma. Kudu çocuğunu bana üzgendek. Anladın mı?
Canım balam. Canım balam. Sen nerede? Neler şirin canım balam. Qandaqroq ahvolingiz Arzigul? Keldingizmi? Saqchilar bor kuchi bilan izlayotdi. Lekin Ümitjonning izlarigini ololmabdi. Siz bundaq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi, Arzigul. Umidvor bo'ling. O'g'lingiz cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Arzonliq o'g'lim. Meni kechirgin. Hamma gunoh menda. Men pul tepish bilan bo'lib ketdim. Sana yaxshi qarayamadim bolam. Ko'nglingizni yerim qilmang Arzigul. Umidjon cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Men sizga oxirgacha yordam qilaman. Asli ish mundaqkanda. Oldirash, men oldirash deysa. Kech-kechalab uyga kirmaysa. Aslida bu bozorni yo'qlash uchun oldirashgansan-da. Seni o'ylig'iningdek emas. Aslisini ozdirgan. Mushu bosiqqanda. Men buning adabini bilmaydigan bo'lsam. Yig'otsan, unda qilma. Qo'yinglar. Unda qilma. Manqara, bu bir yaxshi ayol tursa, nima ish qilsa? Bu bozorning adabini bilmaydigan bo'lsam, odam bo'lmaydi. Unda qilma. Beshamni qilma deyman. Besham? O'zingni tutib ol. Beshamli qilganim endi ko'rib qo'y. Yig'otsa, bir narsa chiqma deyman. Unda qilma. Mo'y. Машина çıkar. Bir obdan ailini buz deb bu buzuq. Rasva.
Hey, sen onda qalaymiqan xiyollarni qilma. U ayolning bolasi yo'qolib ketibdi. Bolasi yo'qolib ketsa, sen bilan ne munosabati bor? Sen ya uning tuqunini etding yoki izlab tep bergan saqchimi etding? Hey, o ayolning bu shaharda hech qanday yo'lanchigi yo'q ekan. Ozroq yordam qilgan nima bo'ladi? Ha? O yordamga muhtoj bo'lib qopti. O bir oq ko'ngil, samimiy ayol ekan. Mayli sen ishongan yoki ishonma, o ayolda men hech qanday g'ayri munosabatim yo'q. Tushundim. Sen oshpazkini bilan aralashib, shu umarlik harom bo'lmabdi ekanligini. Vaqirma, qalaymiqan so'zlama, o'g'lingni shum. Qo'shni olib qasab turdi. Odamni nimanda qorlaydi qansa? Men seni yaxshi ko'rgashga mushu uyni tutyapmiz-ku. Deganlaringning hammasi yolg'on. Sen meni aldayman deyman. Men sen bilan o'tirishman. Gulfiya, Gulfiya. Hey, Gulfiya, sen Yaxshimisiz? Keling. Qani, o'tiring. Bir ishingiz bormidi? O'g'lim yo'qolib ketdi. Hech yerdan topolmadim. Siz aldirmay, ahvolni tafsiliy so'zlab bersangiz bo'lamdi. Men konsul ko'chasida oshxonachiman. Necha kunning oldida o'g'lim o'ynag'ili oshxona sirtiga chiqib ketib, to'yxsizlik yo'qolib ketdi. Balamning ismi Urmatjon. Bizda yo'g'on bir tal menga bor edi. Necha kun bo'ldi. Balamni izlab hech yerda topolmadim. Ko'nglingizni buzmang. Biz cho'qim amallik qilamiz. Yig'lamang. Necha kunning oldida Xalmurod akam ma'lum qilgan hiliq dilo shu kanda, shumi? Ha, shu. Singlim, biz texi bolangizni izlayapmiz. Bir ishki soqchi hozir jinoyat gumondorini tepish uchun taraf-tarafga chepiyotidu. Izdirki chiqsa, biz sizga cho'qim xabar qilamiz. Ko'nglingizni buzmang. Bek umidsizlikmi ketmang, bo'lamda. Ha?
Oshxonani ochgan ayol qani? Oshxonani menga o'tkazib berib ketib qoldi. Naketdi. Qo'yib keldi. Bir gapsiz qoldirmadimi? Yo'q. Rahmat. Xo'sh. Buna qarab o'tirmang. Og'ridimi? Bulonglar. Hamini qo'ymay chiqaringlar, hali boka deb qoldirgan bo'lsam. Ha. Hamizmi shuma? Ha? Qog'ini-chi? Ey! Topgan pulingning hammasi mushuma? Ha? Yana baqdi? Yo'q. Yo'qmi? Sen-chi? Yo'q. Obdara qara, yanchiqinga. Yanchiqdi yo'qmi? Ey! Yo'qmi? Nasib qil. Yo'qmi? Undan qildilar. Yana bormi? Yo'q. Ko'rishdim mani. Mani pul deydi. Nima bu? Hammanglarga deb qo'yay. Menda obdan akansanglar. Mukofotlayman. Ha? Bo'lmasa bo'yninglarni uziydimi? Anlashdingmi? Ala. Bundan keyin-chi, shunday jiq ekanmi? Hamma nima be? Yaxshi yuraysan, ha? Ha. Isha! Mushu ishi. Ha. Arzigul, ben sizni ko'p izledim. Siz nahayatda g'ayratli edingiz-ku. Biroq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi.
Үрімчіге еңі келген чағыларыңыздығы ғайыртыңыз қане. Arzigöl, menimce oğlunuzmuş şehirde, etrafımızda var. O çokum qaytib keladi. Siz ümidvor bo'lin. Bu ko'ngilsizliklarni o'tib ketadi. Balangiz uchun bo'lsa-mu, salomatligingizni asrab, o'ddan yashashingiz kerak. Siz bunda o'tiraversangiz bo'lmaydi. Cho'qim ishni qaytadan boshlash ma'qulmi? Aras. Ben kichkina bir restoranda xushib qo'ydim. Sharoitim yaxshi ekan. Berib ko'rpa qapsiz. Arzigöl, aşağı aldığımız bir restoran şu. Jürü, kirib ko'rib baqay. Yaxshimsizlar? Yaxshimsiz. Qani, kiringlar. Qani, sizlarga yaramdikin, ko'rib yiqinglar. Bo'ladi ekan. Xalmurat, sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Sizni ko'p avor qildim. Undaq demang Arzigöl. Men sizga hech nima qilib beramadim. Men har qanday bir yaxshi niyatli qarindishimdan obdan kun ko'rishini tilab yuradigan odamman. Faqat boshqalarga madad bera olmayman. İlham bera olmayman. Qo'limdan kelsa yordam qilsam deb o'ylayman. Arzigöl, siz yaxshi kun ko'rishingiz kerak. Hammamiz yaxshi kun ko'rishimiz kerak. Siz ishni cho'qim qaytadan boshlang. Cho'qim muvaffaqiyat qozona olasiz. Jürü, berib so'zlash baqayli. Bo'lmaydi. Bu bahoda ko'm bo'lib qoldi. Mal yaxshi tursa, yana azroq qo'shmasa olmaydi. Tilingni chaynamay, bo'ladigan yerini demamsamsa. Gap qil deyma. Mal mishadilar. Ko'rib bir demsamsa? Qopa, hamsi ko'rib bir nima dey. Mana. O'ziga chiroyli bo'l ekan. Bo'pti, qo'ssam azroq qo'shay. Tuta. Bu bahoga umalni belgilanmaydi. Yana azroq. Qandaq gapingni turmaysan nimasini ava? Bo'ldi, anlayman. Hey. Hey. Shpalama. Necha ba? Ha, bo'ldi, hozirni boray. Hey. Qopama, ketimiz. Tijoratingiz qandayroq ketyapti? Hali yaxshi ketyapti. Bo'lmi sizning yordamingiz yo'l ko'rsatishingizdan bo'ldi. Hammasi o'zingizning tirishchanligi Arzigöl. Sizga bir nasihatim bor edi. Desam yana avor qilib qo'yamanmi? Nimalar deydigansiz? Qo'limdan kelsa cho'qim yordam qilaman. Arzigöl, qani davering.
Xalmurat. Men har qatim ko'chada uyga chaqsiz Kenap tamtirab yurgan sabiy bolalarni ko'rsam bek azoblanib ketaman. Ularmi yaxshi turmushga, mehr muhabbatga muhtojku. Shu bechora bolalarni ko'rganimda Jenim o'g'lim Umidjon ko'z oldimga kelib oladi. Jenim o'g'lim nalada sarsam bo'lib yurgandi. Men o'g'limni pek sevgandim. Uni pek ko'rgim kelib ketdi. Arzigul, menimcha umidingizni uzib etmang. Balangiz cho'qim tepadi. Men ko'p o'ylanib, oxiri o'g'lim Umidjondek sarsaliqda qolgan ashundaq sabiy bolalar uchun bir yetim bola maktab qurish niyatiga keldim. Lekin men hozir ishni nerdan boshlashni bilmayapman. Shunga sizni bir yo'l ko'rsatamikin deb istashimdi. Yordam qilasizmi? Arzigul, obdan o'ylabsiz. Agar yetim bolalar maktabi ochadigan bo'lsangiz, haqiqatan ulug' ish qilgan bo'lasiz. Men sizga cho'qim yordam qilaman. Arzigul, sizni tabriklayman. Arzigul, sizni tabriklayman. Siz bo'lmagan bo'lsa, bu maktabni qaramasdim, Xalmurat. Siz o'z orzuyingizni oxiri amalga oshirdingiz. Haqiqatan irodali ekansiz. Umidjon. Jenim bolam neredesin? Neredesin Umidjon? Allah. Ne oldu ya? Umidjon og'rib qoldi. Kim o? Umidjon.
Bana çıkıp kula. Bana! Canım oğlum. Ümitcan. Neredesin oğlum? Neredesin balam? Maşinini to'xtating. Uy, bu bana qizib ketibdi. Sizlarning ota-onanglar yo'qmi? Yo'q. To'yib yo'ldimi? Bu bolam doktorxonaga olib bormasa bo'lmag'idek. Balning keslibak ig'irlab ketibdi. Vaqtida ekanmabsiz. Karavotga yotqizing. Yürek bağırın. Canım balam beni geçirgen. Balam canım balam tatlı balam. Doktor, ben balamla arattamdım. Etinab qalay balamni qutuldirasiz. Siz barliq kuchimiz bilan balangizni qutqizishga tirishimiz. Siz sirtishga safar qiling.
Canım balam. Canım oğlum. Canım oğlum. Yaxshimisiz? Qaranglar. Vallah. Sizlarni ko'p avvar qilyaptim, rahmat sizlarga. Eliq ablah kechib ketdi, ammo uni cho'qim tutamiz. Qani. Qo'ying. Arzigul. Yaxshimisiz, Xilmurat? Saqchqandan telefon keldi. Jinoyatchi tutilgan o'xshaydi. To'ni beringlar deydi. Juring, berib baqayli. Ma'qul. Balani elib bilan. Yura balam. Yaxshiroq tayyorlik qilinglar. Ma'qul. Kelinglar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'tiringlar. Jinoyat komandori tutildi deb xabar qilgansizlar. Shon kelib edik. Seni tilamchilik sağan odamni ko'rsang, tonimsan? Jinoyat komandorini olib kiringlar. Shu
Yapma! Bana hürmet kılın. Gel gel durmasın! Sayın. Öldü çıkar! Bakın yapalım. Ya. Çıkmayayım ben! Ya hürmet kılın. Git ayağa basın şuma! Meni kısmet bu. Arzugul. O'ltirib edim. O'ltir. Arzugul. Bu bizim balamız mı? Canım balam. Opa, o adam seni tanıyordu Kengo. Yürü balam. Arzugul! Arzugul! Arzugul!